Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Bugungi sotib qo'yilayotgan joyimiz shu ko'rib turgan yo'lning bo'yidagi 4 etajli domimizning 2-etajida 2 xonali kvartiramiz sotib qo'yilayotir. Mestasına keladigan bo'lsak, nima joyda joylashgan yo'lning bo'yida bu tarafimiz Shumbola bo'ladi. Shumbolaning to'g'risindagi 4 etajli domda yo'lning bo'yi. Bu tarafimiz park bo'ladi. Bu tarafimiz Olimpiya stadioni. Hamma joyga yaqin mestada. Yashayman desangiz ham, kvartira qo'yaman desangiz ham zo'r joyda. Esa ketdik, uyning tarafı bilan dans chiqsak. Ikkinchi qavatimizga yetib keldik. Shu xonadonimiz bo'ladi. Eshiklar demir eshik. Ichon tarafına kiradi bo'lsak, uyimiz remontga ketib turibdi. Shuning uchun arzon narxda qo'yilayotir. Bu tarafimiz sanuzel bo'ladi. Berimiz oshxona bo'lgan. Oshxonamizni balkona ko'chirib qo'ydik deganlar. Bu yerda detskiy spanning sifatidan foydalansangizlar bo'ladi. Odin bir xona, kichkina xona bo'ladi. Bu yerimizda esa zal joylashgan ekan. Zalimizdan avoylari ko'na. Remontga ketib turibdi. Ko'p vaqt bo'lgan, yashamanlar bu yerda. Bu yerda shuning o'tiradigan namusi bor ekan. Bu yerimizda kichkina balkoni bo'ladi. Oshxonamizni bu yerga ko'chirib qo'ydik deganlar. Aynalamiz akvayna ekan balkon tarafki. Bu yerda ko'na xolodilniki bo'ladi ekan. Bu yerimizda esa spalnisi bo'ladi. Bu yerda shuning spalnilari bo'ladi ekan. Bu yerimiz ham remontlik. Hozirdan remont etib esangiz zo'r joy bo'ladi. Kvadratına keladi bo'lsak, katta 51 kvadrat metr. Mestasi Urganch Qoq markazida. Shumbolani to'g'risida yo'lning bo'yida bo'ladi. Narxina keladi bo'lsak, 310 million so'mda turibdilar. O'zina kelishiladigan joy bor. Bu narxda bu yerdan joy chiqmaydi o'zi, remont yo'qligi uchun. Shuningdek narxda qo'yayotirlar. O'zini remont etsangiz zo'r joy bo'ladi. Esa sog' olun, salomat olun. Videoda telefon nomer qoldiramiz. Bemalol bog'lanishingiz mumkin.